davlat xaridlarida ishlash bo'yicha yaqinda respublika miqyosida budjet korxonalarga vakansiya ochilishini eshitdik. Kursda o'qib chiqqan bolalar hozirda so'rashyapti, davlat xaridlarida professional ishlayotgan bolalarni ishga qabul qilamiz degan joylari chiqyapti. Bu o'sha davlat korxonalarida, budjet korxonalarida shunaqa bir vakansiya kerak. Hozir bu juda talabgir kasblardan biri hisoblanadi. Aynan davlat xaridlarida ishlash yoki brokerlik sohasida ishlash juda ham talab kuchli bo'lgan kasblardan biri. Yarim soat oldin internetda eshitib qoldim. Tahlil qilishgan 2040-yilda borib aynan qaysi kasblarda ko'proq daromad qilsa bo'ladi degan. O'sha yerda aytilganki, birinchi o'rinda 2040-yilda borib dunyo pulining bir 30-40% elektron kommersiya, ya'ni elektron savdoda pul ishlash imkoniyati ko'proq, ya'ni marketplace'larda, shunga o'xshagan uzumda yoki mana shu davlat xaridlarida, birja sohasida ishlash, bularning ko'pi shunga aylanishini nima qilingan, bashorat qilingan.